Assalomu alaykum aziz dindoshlarim. Islom so'zi bo'ysunish, itoat qilish, taslim bo'lish ma'nosini anglatib, Allohga va uning buyruqlariga itoat qilishni ifodalaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam poklik iymonning yarmidir deb aytganlar. Demak, biz eng avvalo poklikka, tozalikka rioya qilishimiz kerak. Alloh bizlarni unga ibodat qilishimiz uchun yaratgan. Har kuni 5 mahal namoz o'qish musulmonga farzdir. Iymonimizni mustahkamlashimiz lozim. Buning uchun ilm olishimiz muhimdir. Qur'onni tilovat qilib turish kerak. Islom dini ajratmaydi, aksincha birlashtiradi. Bizning asosiy maqsadimiz Allohning roziligi. Hayotimizni islom tartibga soladi.